so'loqman deb odam mana qilib yastanib kasalman deb yotaversa ham g'alati bo'lar ekan. Aka, biz siz bilan qishloqda odamimiz. Uni banisa, ikil-pukul biz tuzalmaymiz bunaqa narsalarga. Xullas biz sizni davolagani keldik. Mana samagon. Rozashka. Kecha 1 litr edi. Ichdik baribir birov rizqini birov yeyolmaydi deydi-yu. Yalmaydi. Ishon, icholmas ekan ham. Seni rizqing ekan. Rizqing ulug'da. 60 gradus. Deb ketasan. Bizni ajdodlarimiz multimitsindan qit'e olgan. Baqvat yegan. Otdek yuradi. To'g'ri. Qani. Jigar serios bo'lgan ma'lum. Aka, o'shuncha ham mana jigar kabob olib keldik-da, shifo. Qani? Doktor menga spirtnoy, yog'li, sho'r senga mumkin emas. Umringni oxirigacha deydi. Doktorlar gapiraveradi. Ular hammasi koridorda o'qigan yashasan bilmaydi. Ol. Badringlar. Sog'inibsan-a? Hidlaringdan. Xo'p, Sog'inib. Bir narsa deysam, Xudo bergan umrni mazza qilib yashaylik. Agar umrimizdan 1 minut qolgan bo'lsa ham, ana shu 1 minutni ulfatlarga sodiq qolgan holatda o'tkazaylik. Oldik. qani. Aka tuzalib keting iloyim. Oldik. Shifo. Mas jigar og'riganga jigar kabob shifo. shifam. Daniyat shifo. Qishloqda nima gaplar? Kecha Rossiyada Nodir roliga keldi. Shomda ko'ndik. Sasib ketibdi. Qaysi Nodir? Saysan bir Nodirda. Asl qassob moshina urib ketdi. O'lmadi. Mana 1 kunda o'ladi. Birinchisi bilan ikkinchisini orasida qilam o'tishi mumkin emas degan ota bobolarimiz. Olik? Menga bo'ldi. Ha? Menga bo'ldi. Obdi, hey. Tushunmadim. Sizlar kimsizlar? Asad do'stlarimiz. Shifoxonani maishatxona qilib boribsizlar-ku. Siz mana bu narsalardan yedingizmi? Ya, конечно yedi. Jigar kasaliga mana jigar kabob shifo deb mozigar olib keldik. O'tirimiz qit'e qilib. Sizga ham qo'yaymi doktor 50 ta? Конечно qo'yasan, doktor bilan artist ichmaydigan bo'lmaydi. Og'zingizga qarab gapiring. Hamshira, reanimatsiyani tayyorlang. Bemor qo'rqisyapti.
Bilasanmi senlar kimsanlar? Senlar do'st emassanlar. Nafaqat do'st emas, balki odam emassanlar. Senlarga ovqat bo'lsa bo'ldi. Nafsingga qulsanlar. Mana bu ulfatlaring ham nafsiga qulligidan moldek yeb itday o'lib ketdi. Senlar o'zlaring shunaqa yashaganing yetmaganidek, ota-onalaring, xotining, farzandlaring, yaqinlaringni ham shunaqa yashashga mahkum qilgansanlar. Bilasanlarmi? O'zbekistonda bir yilda minglab odamlar molga o'xshab noto'g'ri ovqatlanib, itdek o'lib ketyapti. Keragidan ortiq ovqat yegan odam tishi bilan o'ziga qabr qaziyotgan odamdir.